boshlandi. Ana. Men uyda o'tirardim, oddiy uyda o'tiradigan qiz bo'lganman. 4 yil chevarchilik sohasida ishlamadim, o'rganishga bordim. Qo'limdan kelardi, lekin tika olmasdim, qo'rqardim bunaqa ish qilishga. Izabeliya 8ga kelganimdan keyin mani o'zimni qalb kasbim emas ekan chevarchilik. O'zim tushunib yetdimda, mani qandaydir gul sohasiga o'tib ketdim. Ostangina Aha. gulchi qizga aylandim. Birpasda Ana. keyin gul buket qilishlarni o'rgandim. Mani hech kim tanimasdi Ya'ni qishloqda. o'zingizda mana shunday iqtidor borligini topa Ha, oldingiz, to'g'rimi? shu manda shu qobiliyat borligini Ajoyib. shu Izabeliya 8da chiqib keldi manda shu qobiliyat. Men bunaqangi ish qilishimni bilmasdim. Mani hech kim tanimasdi qishloqda. Gulchi qiz degan mashhur nom oldim qishloqda, hamma joyda gulchi qiz degan tadbirkor ayolga aylandim va Izabeliya 8da siz bilan tahlil seansida boshlaganimda shu gaplashganimizda darslarda life magicni to'xtatmay qiling degansiz. Life magicdan keyin почти bir yarim oycha Izabeliya 8 darslarini qilishda davom etdim. Qo'limda 2 million pul bor edi. 2 million pul bilan biznesni boshlamoqchi bo'ldim. Qarasam klientlar juda ham ko'p. Kattaroq magazin ochayda, gul do'kon ochishga qaror qildimda 2 million pul bilan bozorga borib bozorlik o'qib keldim va ijaraga do'kon qidirdim. Tashqariga chiqib do'kon qidirsam, $100 bermagan ijara do'konini menga 400 mingga berishdi. $100 berishmabdi. Ajoyib imkoniyat. Menga Ana. 400 mingga berishdi. Va Izabeliya 8da gul do'kon ochib, sizdan $175 konsultatsiyangizni yutib olganman. Sizdan konsultatsiya olganman. Молодец. Ajoyib, ajoyib. Va hozir qanday natijalarga chiqdingiz? Pullarga ochildingizmi? Ochildim va 2 million pul bilan bozorga bordim. 5-martda tavakkal qilib do'konimni savdo qilish uchun 2 million pul bilan bozorga bordim. 2 millionlik tovarimni men o'zim narsalar yasab sotishim kerak. 8-martga 3 kun qolgan. O'zi 3 kun ichida 2 million pulimni 6 millionga aylantirdim. 3 kun ichida narsalarimni sotib tugatdim. Молодцы. Ajoyib. Keyin mani qilgan ishlarimni hokimiyat tarafga yetib bordi. Mani qilgan ishlarim biz tarafda ko'pchilik bunaqa ish qilmaganligi uchun hokimiyat tarafdan uyimizga nimalar kelishdida, mani hunarmandlik uyushmasiga a'zo qilamiz deyishdi. Hunarmand qiz bo'lasiz deyishdi. O'z-o'zidan hamma narsa o'xshab ketaverdi. Men Izabeliya 8daniga yetib bormadida. Qarasam, menda bunaqa imkoniyatlar yo'q edi. Mani atrofimda o'rvini baland insonlar paydo bo'ldi. Hammasi normalniy ishda ishlaydiganlar, hammasi menga yordam berishga harakat qilgan, hamma yordam bergan. Hunarmandlar uyushmasiga pul to'lash kerak bo'lgan, uni ham davlat to'lab berdi menga va bizda festival bo'lishni boshladi. Festivalga 3 kun qolganda menga Pop tumani bo'yicha o'zi 2 kishi borish kerak bo'lgan. O'shalar ichida meni tanlab olishdi. Men hali hunarmandlar uyushmasiga a'zo bo'lganman, hech kim meni tanimaydi. Davom etdim va yana sizda eng nimangizni bittasi men uchun mo'jizaga eng zo'r narsa men uchun Life Beyond Tour texnikasi. Meni shunaqa yaxshi ko'rgan texnikam. Bu texnikani qilganimdan keyin o'sha tahlil darsida ham aytganman sizga, nimaga bordim, savdo qilgani boraman, Life Beyond Tour'ni qilaman. Ertalab turib 1 marta qilmayman, qayta 3 marta, 4 marta qilaman, qayta. Savdoga boraman. Ishonasizmi, savdoda sumkamni ko'targani yelkam og'rib ketardi. Pulimni ko'targanichi, pullarimni ko'targan sumkam uziliblar ketardi. Bu pullar ko'targani. Yelkalarim og'rib ketardi. Молодец. Men o'zimga o'zim aytdim, ko'pchilikka Life Magic texnikasini mo'jiza desam, men Life Beyond Tour men uchun juda ham boshqacha texnika edi. Chunki Life Beyond Tour bu cheksizlikda. Siz ongingizni ayni mana shu cheksizlikka dasturladingizda. Shuning uchun
sumkalaringizda cheksiz, chegarasiz pullar bo'lishni boshladi. Juda to'g'ri qildingiz. Rahmat. Avvalo Allohim, keyin siz sababchi bo'lib, men uyda o'tirardim. Hozir ishonasizmi, menga har taraflamada faqat pul emasda, hamma taraflama menda Izabeliya hayot deb o'ylaymanda. Qayerga borsam ham menga hamma normallik, chiroyli muomalada, kiyim kechak, oziq-ovqat, puldan umuman menda muammo bo'lmagan. Undan oldin faqat ishlasam kelardi. Faqat ishlab qayergadir borib mehnat qilsam pul kelardi. Lekin Gulhayo qotib qoldi. Gulhayo azizam. ustoz yo'qolib qoldimmi? Gapiring. Da qotib qoldi, yo'qolib qoldingiz. Gapiring. Maza qilib tinglayapman sizni. Izabeliya 8dan keyin meni hayotim haqiqiy Izabeliya hayotga moslashdi. O'zim ongim shu narsaga tayyor bo'ldi deb o'ylayman. Men so'ramasam ham, ishlamasam ham, oddiy uyda o'tirsam ham menga kimlardir sovg'a beradi, kimdir pul beradi. Yaqinda telefon olmoqchi bo'ldimda, telefon magazinga opam bilan bordim. Eng qimmat oldi 5 millionlik telefon ushladim. O'zimni pulimga olmoqchi edim. Menga podarka qilishdi. Pulimni men to'lamadim. O'zlari olib berishdi. Hamma hayron. Nimaga senga hamma podarka beraveradi. Ajoyib imkoniyatlar. Va yana o'sha festivalga bordim. Yana 2 million pul bilan narsalarimni yasashni, gullarimni yasashni boshladim va 8 kunda 20 million pul bilan qaytdim yana. Har kuni live beyond to'rda qilaman. Qayta charchasam ham o'zim majbur qilib tur shuni bajarishing kerak, bo'l deyman, shuni bajaraman. 2 marta, 3 marta bajaramanda keyin ketaman. Ana keyin ongim bilan kelishishni o'rgandim. Ketishimdan oldin ongim bilan yo'lda kelishib olaman. Senga men hozir yaxshi ko'rgan biror narsani olib beraman, sen menga shuncha daromad qilib berasan menga. Oldindan kelishib olamanda, men uni rag'batlantiraman. Ishni boshlamasimdan oldin o'zim yaxshi ko'rgan taomni yo biror nimani olib beramanda, u bilan kelishaman. Mana men sana aytganingni qildim. Endi sana men aytganimni qilasan, deyman. Ishonasizmi? Bugun men 4 millionlik yo 5 millionlik savdo qilishim kerak. Men sana mana aytganingni qildim desam, o'shanasi 6 million yo 7 millionlik savdo bo'ladi o'sha kuni. Ortig'i bilan bajarib yuradi-da. Ong bilan ongiz sizni do'stingizga aylanibdi. Молодец, ajoyib. Gulhayo azizam, mana juda ham ko'p tinglovchilar, obunachilarimiz ishonishmayapti-da. Ya'ni bo'lishi mumkin emas bunday narsa deyishyapti. Qanday etib bunaqa katta natija bo'ladi, bu mumkin emas narsa degan gap ko'p bo'lyapti. Mana shunday ishtirokchilarimizga nima degan bo'lar edingiz? Mana siz yolg'on gapirmayapsiz-ku, axir mana bu yoqqa chiqib, to'g'rimi? To'g'ri, bu haqiqat. Aytyapman-ku, men oddiy uyda o'tiradigan, faqat ishlasam pul keladigan qiz bo'lganman. Meni hech kim tanimasdi. O'sha Izabeliya 8ga kirganimda nimalar oldin yozasizlar degansiz. Men mashhur bo'lishni xohlayman deb yozganman. O'z-o'zidan mashhur bo'lib ketdim. Hamma meni tanidi, hech kim tanimasdi meni. Hozir ismimni aytib Gulhayo desa ko'pchilik tanimaydi, Gulchi qiz desa, demak meni hamma taniydi. Gulchi qiz degan nom olganman. Izabeliya 8da texnikalari haqiqatan ham zo'r ishlaydi. Agar tashlab qo'ymasdan vaqtida, joyida ishlashni texnikalari bajarsa ishlaydi. Men boshida uxlab qolaverdim. Natija ko'rmadim. Oxiri o'zimni majbur qilib uxlamayman, bajaraman. Shuncha pul to'ladim endi, shuni qilishim kerak dedim. Uxlamasdan bajardim. Mana natijaga chiqdim. Men hozir aytaman, Izabeliya 8da ilohiy ayolda ham o'qidim, Izabeliya 9da ham o'qidim. Agar sizdan men natija ko'rmaganimda, shuncha pulni qayta sizdan sotib olib dars olmasdim. Natijam borki, qayta kurslaringizni sotib olyapman. To'g'ri. Gulhayo azizam, mana hozir o'ylanib o'tirgan, o'qimaymikan deb o'tirgan tinglovchilarimizga nima degan bo'lar edingiz? Qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? O'zingizni shaxsiy tajribangizga tayangan holda.
ustoz, man ularga aytaman, o'ylamasdan o'qishlari kerak. Man sizga o'qishga kirishimdan oldin mani pulim bo'lmagan, qo'limda bitta uzugim bo'lgan. Tavakkal qilib uzugimni sotganman-da, to'lov qilganman. U uzugim menga necha baravar bo'lib haligacha qaytyapti. Sizdagi pulimlar haligacha qaytyapti-da menga. Bitta uzugimni puli men uchun qancha daromad olib keldi. Buning uchun qunt bilan sizni bergan vazifalaringizni vaqtida bajarsa bo'ldi. Izabelya kursi haqiqatdan ham insonlarni hammani haqiqiy Izabelya hayotga moslashtirar ekan. Ong nima, ong bilan kelishish nima, men bunaqa narsalar bilmaganman. Ongim bilan kelishmoqchi bo'lsam, hozir biror narsa qilishni xohlasam, darrov kelishamanda yaxshi ko'rgan narsamni olib beraman. O'sha ish oldindan tayyor bo'ladi, bajaraman. Bir ham yaxshi deydi. Gulhayo azizam, hayot ko'p insonlar aytganchalik qiyinmikan? Yo'q, oson ekan. Men bundan oldin qiyindirdim. Judayam menda negativlar ko'p bo'lgan, judayam jizdagi urushqoq bo'lganman. Sal narsaga ham asabiylashib, baqirib ketadiganman. Hozir hammaga, menga u inson yaxshilik qilsin, xoh yomonlik qilsin, men ularga umuman yomon narsa talab qilmayman, yomon narsalar qilmayman. Faqat yaxshi tarafini ko'radigan bo'ldim. Bo'lmasa kerak. Hammani yaxshi tarafini ko'raman. Nimaga? Inson o'zgarar ekan. Agar o'qish uchun pullari bo'lmasa yo bir o'ylanib turganlarga men aytaman, borlaringni tikib bo'lsa ham o'qinglar. Bu kurs haqiqatan ham haqiqiy natijaga olib chiqadigan kurs. Oddiy uyda o'tirgan, qachon ishlasa pul keladigan qiz mana hozir ishlamasam ham menga kimlardir beraveradi menga pul. Kelaveradi o'z-o'zidan. Hamma hayron. Singllarim aytadi, ukalarim aytadi, nimaga sizda pul kelaveradi to'xtamay? Bizga bermagan pulni nimaga sizga berishadi deydi. O'qinglar sizlar ham deyman. Chunki sizdagi bor dasturlar ularda yo'q. Sizda to'g'ri dasturlar bor. Hozir sizda negativlar yo'q. Siz bloklardan qutuldingiz, negativlardan ongingizni tozaladingiz, to'siqlarni oldingiz, chegaralarni Life Beyond texnikasi orqali kengaytirdingiz, kengaytirib tashladingiz. Hatto sumkalar yirtilib ketyapti pullarni og'irligidan. Judayam yaxshi. Hozir sizga aytyapman-da, men o'zimda ham shunaqa bo'lgandi. Boshlagan vaqtlarim o'zim ham negativlardan qutulib, pozitivga o'tib, umuman hayot boshqacha ekan degan vaqtimda men ham hozir siz aytgan gapingizdek haligi sumka bo'lib ketar edi, qattiq haligi sumkalar yirtilib ketar edi-da. Haqiqatdan ham bu mumkin. Buni iloji bor. Buning uchun faqat ongdagi chegarani olish kerak, bloklarni yechish kerak, o'zimizga ruxsat berishni o'rganishimiz kerak va Izabelyaga katta pullarga ochadigan dasturlarni qabul qilishimiz kerak. Mana Gulhayo Izabelya 9da o'qigansiz. Izabelya 9 tugaganiga ham ancha vaqt bo'ldi-da. Lekin haligacha natija bor deyapsiz, to'g'rimi? Bor. Haligacha natija bor. Xudo xohlasa Izabelya 12da ham o'qiyman. Xudo xohlasa sayohatlarga chiqishni juda ham xohlayman, chet ellarga borishni. Shuning uchun ham Izabelya 12da o'qiyman dedim. Agar sizdan men natija olmaganimda shuncha pulimni bekorga sizga sarflab qayta o'qimasdim-da. Mana natija borki, mana 4-kursingizni sotib olaman deyapman. Haqiqatan ham sizning kurslaringiz haqiqiy mo'jiza. Mo'jiza. Katta rahmat azizam, katta rahmat. Chunki siz g'olibsiz. Chunki siz buni qildingiz. Men sizga yo'lni ko'rsatdim xolos. Avvalo Alloh sizga meni yubordi, uchratdi meni. Men sizga yo'lni ko'rsatdim, sababchi bo'ldim xolos, lekin siz harakat qildingiz. Bilasizmi, bizda harakat qilmagan o'quvchilarimiz ham bor. Chekingan o'quvchilarimiz ham bor. G'olib bo'la olmagan o'quvchilarimiz ham bor. Mana juda chiroyli aytdingiz, uxlab qolsam ham men pul to'ladim, men natijaga chiqishim kerak dedimda harakat qildim dedingiz. Va bu sizni g'alabaga olib chiqdi. Bilasizmi, Gulhayo, bu dasturlar siz bilan butun umr bo'ladi.
chunki biz yoshligimizda olgan dasturlar biz katta bo'lib 30-40 yoshga kirganimizda ham bizni hayotimizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Agarda siz hozir mana shu 6-7 yil ichida ongingizga olgan dasturlaringiz hali sizni butun umringiz davomida sizni hayotingizni mana shunday go'zal imkoniyatlarga to'ldiraveradi. Gulhayo azizam, katta rahmat. Bugungi mana shunday efirga chiqib o'zingizni natijangiz bilan bo'lishganingiz uchun katta rahmat azizam. Salomat bo'ling. Mana bu hozirgi bizni tinglayotgan tinglovchilar. Ha, labbay. Men ozgina gapirmoqchi edim, maylimi? Da, albatta. Bizga mana murojaatlar bizga kelib tushadi-ku adminlarga. Menga kamida har kuni 5 ta ayol, men uy bekasi bo'lsam, o'qiganim bilan menga qayerdan pul kelishi mumkin degan savol bilan murojaat qilishadi. O'ylaymanki, bugungi efir juda ham mazmunli, hammaga motivatsiya beradigan efir bo'ldi. Chunki ularga sizga shunaqa imkoniyatlar keladi, siz shunaqa ishga kirib ketishingiz mumkin, axir sovg'alarga ochilishingiz mumkin, siz ishonmaydi-da ayollar. Даже o'zimizni adminlar istoriyamizni aytib bersak ham ishonmaydi. Hozirgi bugungi efirdan o'ylashimcha, efirga kirgan uy bekalari juda katta anglash oldi deb o'ylayman. Bir tarafdan pullarga ochilish, ikkinchi tarafdan yaxshi ko'rgan kasblarini, qalb kasblarini topganlari, uchinchi tomondan ham orzulariga yetishayotganliklari haqiqatdan ham mo'jiza. O'shaning uchun Gulhayo opaga chin qalbimdan o'sha hamma uy bekalari nomidan anglash berganlari uchun, motivatsiya berganlari uchun kattakon rahmat demoqchiman. Gulhayo, mana o'zi aytib turibdi, hech qayerda ishlamas edim. Mana shu yerga kelganimda meni qalb kasbim boshqa ekan deb men o'zim uchun mana shu yangi kasb, e'tibor qaratinglar, yagona bo'lgan o'zlarini qishlog'ida. Ya'ni bunaqa gulchi odam bo'lmagan. Birinchi bo'lib mana shular Gulhayo mana shunday ideya kelgan, shunday g'oya kelgan, shunday imkoniyat kirib kelgan, o'zidan o'zining qalb kasbini topib shunday katta biznesni boshqarib ketganini e'tibor qaratsalaringiz, выставkalarga ham borib, o'sha выставkalarda ham o'zini gullarini ko'rsatib va bugungi kunda butun shaharga mashhur gulchi qiz bo'lgan. Agarda siz ham uyda o'tirgan bo'lsangiz, har bir insonga Alloh tomonidan qandaydir bir qobiliyat beriladi. Agarda siz hozir uyda o'tirgan bo'lsangiz, demak siz hali o'zingizni qobiliyatingizni tan olmadingiz. Va siz ham xuddi Gulhayoga o'xshab izlabiya kursida o'zingizni yangi qirralaringizni kashf etishingiz mumkin. Katta rahmat Gulhayo sizga va barcha bugungi mana shu bizning efirimiz